Akalar, GCV Cobalt'imiz sotilibdi. Nech pulga sotildi? $5400 ga sotildi. 2013 mi? 5400 ga. Kraskalari ham kamroqmi buni? Kraskalari kamroq. Ikkinchi paysami? Ikkinchi paysi. Qancha yurgan? 200 gramm. Yurg'i ham zo'r ekan akalar. 5400 ga, lekin yaxshi sotiladi. Olganga sotganga barakasini bersin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon moshina bozoridan ko'rib turganlaridek, hafta kuniga juma Cobaltlardan videoroligimizni boshladik. Like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyada qoldirib o'tishingiz mumkin. Imkon darajasida yangiroq Cobalt so'ragan obunachilarimiz ko'p edi, sababi narxlari ham ancha yengillab qoldi. Eskilarga nisbatan yangilar narxlari ancha tushib qolgan. Ko'ringlarchi, 25 ekan, yangi yumshoq balon. Midnight holatlarni aytadigan bo'lsak, probegi 26222, 26000 yurgan Android monitorlar qo'yib qo'yilgan. Old orqalarini ham imkon darajasida bitta ko'rsatib o'tamiz. Orqasini hozir chivola taqib qo'yilgan. Orqasini bosib qo'yarasizmi? Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Aquaprint qo'yilibdi akalar, modellari ko'ringlarchi. Moshina yaxshi holatda turibdi ekan. Propan gazlar ham qo'yib qo'yilibdi. Tayyor holatda ekan moshina. Xo'p, oldin bitta ko'rsatib o'taylik, undan keyin bizga qizig'i narxi qoladi. 4-pokoleniya gaz, ABS konseyner gidravlika hamma yo'g'i bor. Minnat so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, kraskasi toza-ya. 22000 qancha yurdi? 22000 necha yurgan? Hozir 23000 yo 22000 ko'rdimda, esimdan chiqib qoldi. 26 ekanmi? 26000 yurgan, 25. Olib sarflaydigan joyi yo'q, xudo xolasa. Puli qancha puli? Hoji aka, pulni aytib oling. 12300 kamiti beraman. 12300 kami bor. Variant nasiya yo'llar nima deysiz? Barteri bor. Barteriga kelishsa bo'laveradi. Bir yarim puli bo'lsa nasiya yo'qmi? Yo'q, yo'q. Naqd. Naqd arzonroq berasiz, xudo xolasa. Kelishamiz. Telefon raqamlar? 93 93 442 442 53 57 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo. Endi so'rash qo'yadi, naqd yo'qmi? Xo'p bo'ladi. Akalar, do'stlar, narxlar tushishda davom etyapti. Ko'ringlarchi, 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt akalar nerealniy summada. Ko'ringlar holatlarini seriyasidan, balonlar yaxshi holatda turibdi. Mexanika bu aka? Mexanika. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, ikkinchi paytda mexanika korobka, probegi 193000. Old orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Kraskasi qanaqa? Nechta detal? Ikkita detalda petnosi bor, 2020. Orqasini bosib berasizmi? Bitta ko'ringlarchi, 193 ming yurgan. Metallari bor 90 talik. Pollarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar. Zapaskalari ham hamma narsasi joy-joyida turibdi. Boshqa holatlari yaxshi ekan. Akamiz arzon qilib Spark pulida beraveramiz deyilyapti akalar. Ko'ringlarchi. ABS konseyner gidravlika 4-pokoleniyada gaz. Ikkita detalda petno 193 ming yurgan. Aka, narxini arzonroq ayting endi o'zingiz aytganingizdek. Narxini 6700 bozorda so'rashdi. $6700 ga bozorda bermadingiz. 6700 naqqa. Naqd pulga. Kredit yo'qmi? Tozami? Toza. Shuni o'tkazib olaman desam, gen qilaman desam chiqaveradi. Egasining generali ham chiqadi, oldi sotdagi ham chiqadi. Qo'shganlar bilan kelishiladi. Yaxshi, dokumentdan muammosi yo'q ekan akalar. Moshina holatlari, motor, korobka, hadovoy rasodlari yo'qmi aka? Telefon raqamlaringiz? O'sha pultlar qo'yilgan. Aha. O'sha pult bo'li. Oyi odam pul sarflamay minadigan tayyor. Yaxshi. Yili ham zo'rda. Raqamlaringiz? 94lik 94 668 668 3050. 3050 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mana holatini ko'rdinglar. 6700 pul deysizmi? Ha, 6700 naqd pulga so'rashdi. 6700 ga naqd pul bering. Qancha bilan ish bitadi deb oldim aka? Ha, jicha bilan bitadi. Jicha bilan bitadi. Beraman. Xo'p, bo'ladi. Telefon qila olamiz akalar mana. 2018-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Mexanika bu. Mexanika 2018 birinchi paytda ABS konseyeri yo'q, gidravlikasi bor, metani bor. Probegi 135 ming ekan do'stlar. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraska toza dedingiz-a? Android monitorlari bor, kraskasi toza. Probegi 135 ming. Buni orqasini qanday ochamiz?
Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Rasxod yo'q aka, olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Olib minadigan. Metallariga Olib sarflaydigan joylari yo'q. Metallarigacha bor mana do'stlar. 135 ming yurgan 18 birinchi pozitsiyaga. Pulini qancha aytyapsiz aka? 7800. Kami bor. Nasiya qilib beramizmi yo naqmi? Naqaganda pashti ham? Pashti naq pulga sotilar ekan. Telefon qila olamiz. Raqamlar necha edi ashuni? 90 li 755 52 ga telefon qila olamiz. Savdo bo'ldimi, nima aka bunga? Hali savdo bo'lmadi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'larda arzonidan so'ragan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi seriyasidan kelar. Holatlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. ABS konditsionerlari bor, metallari bor. Mashina holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Balondan kelar almashtira olasizlar, ha demay. Xo'p bo'ladi. Ochami bu? Akkumulyator o'tirib qolganmi? Ochilmayapti? Ha, bo'ldi, ochildi. Xo'p, akalar, ikkinchi pozitsiya 2 Aziya, probeylari 480 ming ekan. 480 ming o'ziniki aka. 480 ming kilometr yurgan 2014. Kraskalarchi? Kraskasiga 50% yo'qlaydi. 50% ga olindi. Ishqilib butun mashina stoykalari bir qatta detallariga o'tgan joylari yo'q-a, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Xo'p, ana stoplar qo'yib qo'ying ekan, pisochni. Motor garobga hada o'ylar nima deyapti? Tarafdan kamchilik yo'q. Asfaltlari yo'qmi? Kraskalari lekin bor. Xo'p, pulichi? Arzon qilib Kanalizatsiya $5400, 2014 unaqasi bo'lmagan. 5400 kami bor. Ozgina baraka yo'q beradi. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqmi? Barter bor, nasiya varianti yo'q. Xohlasa pul yetmasa, 1-2 ming yetmasa bankdan pul Naqqa beraveradi. 5 atrof 5 ga kelishib qolamizmi? Yo'q, 5 mingga bermaydi. 5 mingga bermayapsiz? 14 u, 12 ni ham o'zi ko'ryapsiz. Endi bozorni ham o'z ko'ryapsiz, sher to'g'rimi? Sizni kanalizatsiya 5 tepasiga tumanlasa berib yuboraman. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, telefon qilamiz, raqamlaringizni aytib berasiz. 97 li Aha. 473 Aha. 2080. 2080 raqamlariga telefon qila olamiz. 5000 ga berilmayapti ekan akalar. 2014 mashina. Kimga yoqsa aloqaga chiqa olasizlar mana. Yili yangiroq Cobalt'dan qiziqqan do'stlarimizga 2024-yilda ishlab chiqarilgan oqidan 2024 akalar mashina. 4-pokoleniyada propan gaz, ABS konditsioner gidravlika, o'sha bir xilda Cobalt'lardan balonlari ham, diskalari ham zavodskoy holatida turibdi akalar. Holatlarni aytadigan bo'lsak, probega 20 ming kilometr yurgan xolos. 24-20 ming yurgan bo'lyaptimi shunda? Orqalari pult ochiladimi? Pult o'zlamas ekan-a? Bitta ochib qo'ysangiz. Qolgan joy tozami? Toza. Qolgan joylari toza. Kriloda petno, qolgan joylari toza ekan. Gazi propanida adashmasam, oldida ko'rib o'tdik. Aka ochilmasa qo'yavering. Ha, bo'ldi, orqasi ochildi. Endi orqasida nima ham bor? Zapaskani o'rnida propan gaz bor. 20 ming yurgan ekan xolos mashina, hech qancha yurmagan. Sostenari ham yangi holatda turibdi. Aka bunga nech pul aytilyapti? 11200. 11200. Kami bor. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqmi? 1-2 oyga yetmay qolgan joyga kelishaveramiz. 24 20 ming yurgan, kraskasi ko'rsatib o'tdik, qolgan joyi toza-ya. 11200. Yaxshi. Telefon raqami necha edi? 90 li Aha. 755 52. 55-52 raqamlariga telefon qila olamiz jigarlar. Holatini ko'rdinglar mana. Bozor nech pul so'rasiz bo'lmasa? Hali savdo bo'lmadi. Xo'p, bo'ladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan akalar pul arzonroq Cobalt so'ragan do'stlarimizga oqidan mana ko'ringlarchi. Holatlarni ko'rsatib o'tamiz, yoqib qolsa aloqaga chiqaverasizlar. ABS bor, konditsioner gidravlikalari bor. Konditsioner bor-a buni? Faqat bitta remont qildirib olish kerak shekilliga. Bir qator qaratib olish kerak. Yulduz diskalar taqib qo'yilgan. Balonlari ham o'rtacha holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, to'raloyna elektron bo'ladi. Probegi 350 ming dan oshiqroq yuribdi. Xo'p, salonlari ham mana ko'rib turgan edik, o'rtacha holatda. Orqasi qanday ochiladi? Pul o'zida ekan-a? Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kraskalar qanaqa? Kraskasi 30-40% bor. 30-40% atrofida kraskasi bor. Qattiq udallari bir kesib almashgan joylari yo'qmi?
Bunaqa joylari yo'q. 2013 350 ming yurgan. Kraskalari bor akalar. Bir qator tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Motor korobka hadovoylar. Yaxshi. Rasot yo'qmi? Rasotlari yo'q. Puli qancha? Motor korobkalari yaxshi. Pulini 5800 deb tushib beramiz. 5800 kami bor. Kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Ya pul ozroq bo'lsa bankka beramiz. Xolos u tomonlar ham kelishadi, Ha. lekin naqd arzonlar kelisha olamiz, Ha, xudo xohlasa. kelishamiz. Raqamingizni aytib berasiz? 91 603 0125. 0125 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Bozor nech pul berdi? Naqa? 52 berish. 52 ga naqa bermadingiz, qo'shsa kelishiladi. Ha, to'g'ri. Xo'p, bo'ladi. Telefon qila olamiz akalar, holatlarni ko'rdinglar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Cobalt ko'ringlarchi do'stlar, 2020 mexanik ekan bu. Mexaniki balonlari, yumshoq balonlarda oddiy qalpoqlarda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. 31 ming kilometr yurgan akalar, lekin salonda hidi ketmabdi, zavodskoy hidi. 31 ming yurgan xolos. 31 ming o'zini ekan aka, xudo xolasa. Orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi tozami? Kraska toza. Kraskasi toza, 31 ming yurgan 20. Akalar mexanikani kam yurganidan bo'lsa bosib yuborardik degan bo'lsa bitta ko'ringlar. Benzin agandaj, gaz paz ham qo'yilmagan shekilli. Gap yo'q, benzinni o'zida yurgan ekan. Oldalarini ham bitta ochib ko'rsatib ketamiz. Mana akalar, ABS konditsioner gidravliki hamma narsasi bor, benzinda turgan mashina. Xo'p, buni puli qancha aka? Qancha? 10 ming. Kami bor. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqmi? Yengil nasiya bo'lsa kelishsa bo'laveradi. Yaxshi, telefon nomeringizni aytchi? 90 700 55 52 raqamlariga aloqaga chiqaramiz akalar. Mashina holatini ko'rdinglar. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi aka mashinaga? 9400 atrofida savdo bo'ldi, ha? Xo'p, bo'ladi. Akalar mexanik ishqibozlari bo'lsa telefon qila olasizlar. Kraskasi tozasidan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, o'z yili ham 25 ekan akalar. Ko'ringlarchi, Midnight'dan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, yumshoq balon diskalar o'zlariniki. Salon holatlarini ham aytadigan bo'lsak akalar, mochagalari mayda detallar aquaprint qilingan. Chiroyli qilib Android monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan, 30 ming yurgan bor yo'g'i. Mana nimalari ham, pastapkalari ham boshqacharoqmi buni? Xullas akkuratni qilib qo'yilgan. Old orqalarini bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. E'tibor berib qo'yilgan ekan mashinaga. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Orqasini ochib berasizmi aka? 25 toza, 30 ming kilometr yurgan akalar. Gazi propanlargacha o'rnatib qo'yilgan. Kraska tegmagan aka? Kraska tegmagan. Oldini bitta ko'rsatib o'taylik, yana undan keyin qizig'i narxi qoladi. Mana akalar. ABS konditsioner gidravlika 4-pokoleniyada gaz. Aka buni puli qancha? 12400 kami bor. Variant nasiya bormi yo naqmi aka? Yengil nasiya ekanda. Yengil nasiya bo'lsa kelishlar ekan. Telefon raqamlar? 90 700 55 52 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Naqqa. Hali savdo bo'lmadi. Xo'p, bo'ladi. Ha, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Mokri asfalt birinchi pozitsiyasidan akalar. Ko'ringlarchi holatlarini. 212 ming dedingiz probegini? 212 ming yurgan. ABS konditsioner bo'lmaydi akalar. Gidravlikasi bor, metallari bor. Mashinaning holatlariga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Dokumentda muammosi yo'q, balonlari o'rtacha, diskalar qo'yib qo'yilgan. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, oyna ko'tarib tushishlar mexanический bo'ladi. Probegi 212 ming deb aytib o'tildi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz, ochasizlarga. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi tozami? Gapi 212 ming yurgan, kraskasi ham toza ekan akalar. Orqasi ochiladimi? Knopkani bosuvdim, ochilmadi. Kraskasi toza deyilyapti. Bemalol tekshirtirib ko'rsatib oladi, ha?
Motor korobka hadovoy bir olib rasxod qiladigan joylari yo'q-a? Rasxodlari yo'q, metallari bor. Mana 90 tali orqa chexollari bor ekan. Qo'llarini ocha olmadik. Xo'p, narxi yengilroqmi aka bu? 6,5 deyapsiz. 6,5 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Iloji bo'lsa naqqa beramiz. Chipchi yetmaganda 1-2 oyga kelishadi. Hozir oy yetmay qolsa nasiyaga qilsak bo'laveradi. Yaxshi, telefon raqamlaringiz? 99lik. 99 767 0024. 767 0024 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Savdo qilishmadim aka, sir bo'lmasa. 6 ga beramiz. 6 ga naqqa bermadingiz. Qo'shsa kelishiladi. Qo'ysa kelishamiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon qilaveramiz mana akalar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'ni oqidan akalar mexanikasidan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, ko'ringlar. Holatlarni aytib o'tamiz. Motoriga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. ABS konseyner gidravlikalari bor. Metallari ham bor, mashina holatlari ham yaxshi, balonlari ham o'rtacha holatda turibdi. Salonlarni aytadigan bo'lsak, probegi 567 ming. 567 ming yuribdimi? Gap yo'q ekan akalar. Pul arzonmish qilib. Pul arzon deyilyapti. 567 ming yurgan 19. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz mana, lekin salonlari chiroyli holatda turibdi ekan. Metallari bor mana. Pollarni ham bitta ko'rsatib bo'ladi. Kraskalari qanaqa aka? Bitta krilo to'liq, kapotga betni o'tgan. 567 ming yurgan 2019 motor korobka hadovoylar. Motorlar 3 qilinganiga. Boshqa kamchiligi yo'q. Hamma yo'q ishlayapti. Pulini arzon aytaylik endi buni. Pulini 7200 dan olib beramiz aka. 7200 kami bor. Beramiz. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqdmi? Faqat naqd pulga sotilar ekan do'stlar. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Telefon raqamlaringiz 91 619 619 6007 6007 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Bozor nech pul beryapti sir bo'lmasa aka? 7 dan o'tib bering deyapti. 7 ga bersak shu hisobimiz chiqadi deb turibdi. 7 ga beriladimi? Yaxshi, 7 ga berilar ekan akalar. Kimga yoqsa telefon qilaveramiz mana.